Soliq davlat byudjetining asosiy manbai. Bu mablag'lar yo'llarni ta'mirlash, maktab va shifoxonalar qurish, ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirish uchun sarflanadi. Har bir fuqaro va tadbirkor soliq to'lash orqali mamlakat rivojiga o'z hissasini qo'shadi. Ammo ba'zida aholining soliq tizimi bo'yicha savollari ko'p bo'ladi. Shu bois soliq xodimlari mahallalarga borib, fuqarolar bilan bevosita muloqot olib borishadi. Soliqchilarning asosiy vazifalaridan biri aholiga to'g'ridan-to'g'ri borib, soliqqa oid tushuntirish ishlarini olib borish. Bugun biz soliq inspektorlarining mahalladagi ish jarayonini kuzatamiz. 2023-yil 21-dekabrda chiqqan 402-sonli qarorda soliq 10% tushumlaridan mahallaning har bir mahallani o'zida qoladigan mablag'lardan hozirgi kunda masalan biz mahallamizda ko'chalarga masalan tosh olib turib, shag'al tosh olib turib shularni o'zimizda masalan mahallamizda moddiy texnika bazalarini yaratishda bu ham bizga asqotyapti. O'zimiz shu 10% tushumdan boshqaryapmiz. Soliqchi aholiga targ'ibot qilib, soliq pullarini o'z vaqtida tushirishga masalan ko'maklashib kelyapti. Menga Sirdaryo viloyati Mirzobod tumani Oqoltin mahallalar fuqarolar yig'iniga biriktirilganman soliq inspektori sifatida. Prezidentimiz tashabbusi bilan mahalla yettiligi sifatida mahalla raisimiz har kuni bizga o'zimizga yuklatilgan vazifalar bo'yicha topshiriqlar beradi. Biz kun mobaynida o'z vazifalarimizni bajarib, ish kuni yakuni bo'yicha mahalla raisimizga hisobot taqdim etamiz. Shuningdek, KIPAY dasturi bo'yicha ishlar amalga oshirilamiz. Soliq inspektorining 23 ta kriteriyada qilingan ishlarimiz baholanib boriladi. Bulardan jismoniy shaxslardan yer va mol-mulk soliqlarini undirish, tadbirkorlarning aylanma soliq tovar oborotini oshirish va uni soliq hisoblab chiqarish, uni undirish eng yuqori baholar etib belgilangan. Shuningdek, jismoniy shaxslardan yer va mol-mulk soliqlaridan undirilgan mablag'ning 10% mahallada qoldiriladi. Kunlik ishimni mahalla fuqarolar yig'inidan boshlayman. Mana bugun ham mahalla yettiligi bilan kunlik bajaradigan ishlarimizni belgilab oldik. Men to'g'ridan-to'g'ri soliq to'lovchilar bilan ishlash vazifam bo'lganligi sababli endigi manzil soliq to'lovchilar bilan ishlash jarayoniga o'tamiz. Mahallada soliq xodimlari eng avvalo tadbirkorlar va aholi bilan uchrashib, ularning muammolarini tinglaydi. Asosiy maqsad aholiga soliqlarni to'g'ri va o'z vaqtida to'lash muhimligini tushuntirish. Bugungi kunda davlat soliq inspektorlari tomonidan bizga xo'jalik yurituvchi subyektlarga bo'lgan yordamlari juda katta. Bugungi kunda soliqchi inspektorlar tomonidan bizni korxonamizga kelib, barqarorlik reytinglari bo'yicha kerakli mezonlari bo'yicha kerakli tushunchalar olib borilyapti. Barqarorlik reytinglarini ko'tarish bo'yicha, ko'rsatkichlarni ko'tarish bo'yicha kerakli mezonlarni ko'tarish hamda yangi qonunlar, yangiliklar to'g'risida tushuntirish ishlari olib borilyapti. Elektron hisob fakturalar bo'yicha, xodimlarni ish haqlarini hisoblash bo'yicha, kassa nazorat apparatlari to'g'risida kerakli hamma ma'lumotlar to'g'ri berilyapti bizga. Biz bu yangi ma'lumotlardan foydalanib va o'z vaqtida kerakli hisobotlarni topshirib, ishchilarni hamda davlat soliq organlari bilan birga hamkorliklar to'g'ri yo'lga qo'yilgan. Bizning vazifamiz tadbirkorlardan faqat soliq undirish emas, ularga soliq qonunchiligidagi o'zgarishlar, qo'shimchalar bo'yicha tushuntirishlar berish vazifasi ham yuklatilgan. Hozirgi vaqtda biz Nev agrotexnologiya MCHga kelib, ushbu soliq barqarorlik reytingi bo'yicha tegishli ko'rsatmalar bermoqdamiz. Barqarorlik reytingidagi imtiyozlar 3 ta A olish uchun qaysi omillarga e'tibor berilishi to'g'risida tegishli ko'rsatmalar bermoqdamiz. Yangi ochilgan tadbirkorlarga 1 oylik imtiyozli soliq to'lanmasligi imtiyoz davri bor. Keyingi oydan boshlab soliq to'lash majburiyatiga ega bo'ladi. Kichik tadbirkorlar uchun soliqqa oid qonunlarni tushunish har doim ham oson emas. Shu sababli soliqchilar ularning oldiga o'zlari borib, qanday tizimdan foydalanish qulayroq ekanini tushuntirib berishadi. Bizning mahallamizga ham soliq xodimi biriktirilgani juda ham yaxshi ayni muddao bo'ldi. Umuman olganda savdo qoidalariga tushunmaganimizni mana shu soliq inspeksiyasi xodimidan so'raymiz. U kishi bizga tushunmagan narsalarimizni o'rgatadilar. Tushunchalar beradi, soliq tizimidagi o'zgarishlar, yangiliklardan bizni xabardor qiladi.
Ba'zan fuqarolar o'z faoliyatini rasmiylashtirishdan cho'chishadi, ammo soliqlarning o'z vaqtida to'lanishi ularning o'z bizneslarini qonuniy olib borishiga va kelajakda imtiyozlarga ega bo'lishiga xizmat qiladi. Ko'chada yoki bozorlarda savdo qilayotganlar ham soliqqa tortilishi kerak, biroq soliqchilarning vazifasi jarima solish emas, balki qonuniy yo'llarni tushuntirish, soliq qonunchiligiga amal qilish esa tadbirkorning o'ziga foyda keltiradi. 660 ta yer va mol-mulk soliq to'lovchilari mavjud. O'tgan yilgi mos davriga 130% ga o'sishga erishdik tushumlari bo'yicha. Yer va mol-mulk solig'idan undirilgan soliqlarni 10% mahalla byudjetiga o'tkazib beriladi. Ushbu pul mablag'idan mahalladagi ehtiyojmand oilalarning muammolari bo'yicha pul mablag'lari mahalla yettiligini qarori bilan tasdiqlangan holda taqsimlanadi. Mahalla faollari va soliq xodimlari hamkorlikda aholiga tushuntirish ishlarini olib boradi. Chunki soliqlar nafaqat davlat rivoji, balki o'z mahallamizning obod bo'lishi uchun ham zarur. Mirzobod tumanida 18 ta mahalla mavjud bo'lib, shu 18 ta mahallaga 2024-yil 1-yanvardan boshlab prezident farmoniga asosan 7 yillik biriktirildi. Shu 7 yillikka 12 ta xodimimiz biriktirildi. Shu 12 ta xodimimiz haqiqatan ham tadbirkorlarga yengillik bo'lishi uchun ko'p ishlar amalga oshirildi. Masalan, tadbirkorlarda faoliyati bo'yicha qanaqa savol-javoblar bo'ladigan bo'lsa, tadbirkorlikdan ro'yxatga o'tish maqsadida qanaqa savollar bo'lsa, o'sha mahallaga biriktirilgan xodimlar javob berib, shularga qonuniy ishlarni olib borilmoqda. Mirzobod tumanida mahallaga biriktirilgan xodimlarga berilgan rejalar hozirgi 1-chorak davomida 120% o'sishga erishildi. Bu erishishimiz sabab asosan mahalla yettiliklar haqiqatan ham yordam bo'lyapti. Shu mahalla yettilikda ishlayotgan mahalla raislarining yordami, mahalla hokim yordamchilari yordami bo'lyapti. Shu bizni soliq tushumimizga katta yordam beryapti. Mirzobod tumanida bizga berilgan masalan 1-chorak rejasi 2024-yil to'liq bajardik 120% ga. Hozir 2025-yil 1-chorak bo'yicha 4.500 dan 4.700 qilib bajardik. 112% ga rejani bajardik. Mahalliy soliqlar bo'yicha yer solig'i, mulk solig'i ham rejalar to'liq bajarildi. Soliqlar vaqtida to'lamayotgan korxona va tashkilotlar bo'yicha biz sudlarga murojaat qilyapmiz, sudlarga da'vo ariza kiritilyapti o'z vaqtida. Sudlar tomonidan Majburiy ijro byurosiga beriladi. Majburiy ijro byurosi tomonidan hamkorlikda soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni o'z vaqtida to'latyapmiz. Bundan tashqari mahalliy soliqlar bo'yicha ham fuqarolik sudlariga da'vo ariza kirityapmiz. 24-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga 39 ta moddasiga o'zgartirish kiritildi. Bu o'zgartirishda asosan tadbirkorlarga yengilliklar bo'ldi. Hozirgi kunda tadbirkorlar bu o'zgarishlar bo'yicha tadbirkorlarga to'liq targ'ibot tashkil ishlari olib borildi. Haqiqatan mahallalarda shu sababli fuqarolar ham o'sha yengilliklar, berilgan imtiyozlar bo'yicha oldin soliqlar to'lash bo'yicha xonadonma-xonadan bitta xonadonga 3 marta, 4 marta borilardi xonadonga. Masalan, yer solig'i, mulk solig'i, uyini yer solig'i, mulk solig'i to'lash. Hozirgi kunda fuqarolar ham bu o'z vaqtida to'lab, masalan, o'zlarining kliklari, telefonlar orqali yer solig'i, uyini yer solig'i, mulk solig'larini o'z vaqtida to'lamoqda hozir. Sababi tushuntirish ishlari olib borilmoqda mahalla yettiliklari bo'yicha. Buning oqibatida soliq madaniyati oshib bormoqda. Soliqlarni o'z vaqtida to'lash farovon hayot sari tashlangan muhim qadam. Qonuniy ishlash barqaror kelajak demak.